Ertalabki soat 7:20 mana hozir dokumentlarga qo'l qo'yib ishni boshlashga tayyorlanib turibmiz. Nasib bo'lsa kuzatib boringizlar, davomini yana qo'yib boraman. Nasib bo'lsa ishga chiqdik obunachilar. Farniklar boshlandi o'zi. Mana ishimiz dam olishga chiqyapmiz. Break deyapti. Break degani bu dam ekan. Ruschasiga перекур. Angliyada loyda ham ishlaysan desa ishonmaydi. Mana Angliya. Loyda ham ishlayapmiz. İşimiz tugadi. Birinchi kunimiz. Bugungi kunimizda 1 soat ishladik. Ob-havo yomg'irli bo'lgani uchun qaytyapmiz nasib bo'lsa karavanga. Yomg'irda ishlagani qo'ymay ekan shu tomoni. Bir tomoni yaxshi, bir tomoni yomon ekan. Davay. Ob-havo bugun yomg'irli bo'lgani uchun ertaroq qaytaryapti. Bir soat ishladik bugun hisobini.